bunaqa tekizlikda hayotda hali bunaqa bir ish qilmaganman. Bundan go'zal stashga bo'lmaydi. Поворот не tуда bo'pti. O'zi ham satda. Voy asar. Mana mehnat oxir natijasi. Voy, menga divan qo'yib o'tiradigan bo'pti lekin. Tarvuz olib kelib yeydigan bo'ldi-ku yo'q, ha? Mana, xudo xolasa aylanasini qo'ydik, yonbosh challalarni qo'ydik. Deyarli 70% ishimiz bitta, xudo xolasa. Nasib endi do'stim kelib granitlarni yopishtirib kelsa, tamom, Xudoga shukr qutulyapmiz deb salom olaydi. Ozgina qoldi. Endi mana maza qilib tarvuz yeydigan mahal keldi. Hey! Tarvuz yeymiz. Tarvuz ham hali pishmay turib chirib ketdimi deyman-da. Kun ham lekin seryozni issiq bo'ldi. Iloji yo'q, tunda ish qilyapmiz mana shunaqa qilib. Asosiysi bitirib oldik-ku. Oson bo'lmadi lekin amallab oldik, xudo xolasa. Salomat bo'linglar. Rahmat. Navbatda sharsharaga ham berdik. Chiroyli boshlaylik-chi. Qayergacha yetib boramiz ekan. Endi nima bo'ladi? Buni ham o'tib qildik. Mana ikkini qo'yamiz bek. Dumaloq bo'ladi endi. Voh. Действительно mana deyish ekan, ey. Kallami miyat qaynab ketdi. Mana ikki birinchi etap suv tushadi, xo'p. Voy dod. Eng yaxshisi bitta tarvuz deb Shunday yotib uxlash kerak hozir. Kalla ishlamay qoldi. oson emas ekan rostdan bor. Miyani qizdirdi. Zato hech bo'lmasa noli chiqdi-yu. Hamma yoq plan bo'yicha men rasm qo'yib ketaman. Men shu rasm bo'yicha qilyapman. Endi jicha o'zimdan ham o'zgartirish kiritdim. Nasib bo'lsa shu rasmdek qilamiz, xudo xolasa. Juda akkuratli bo'ladi. Yonboshi zeleniy zona bo'ladi, gazon qilamiz va oq toshlar bilan bezaymiz va yashil lampochkalar bilan yoritmoqchiman. Shunaqa reja. Lekin vaqti uyqu keldi bor. Quyosh ham chiqay deb qoldi, xudo xolasa. Bismillah. Bu uchinchisi-ku. Katta kelyapti. Katta ishlaymiz. Har bir oila a'zoga rang yozamiz va ismini yozamiz. Oila a'zoni birlashtiruvchi o'yin deydi ekan buni. Assalomu alaykum aya. Salomatlik soatlaringiz qutlug' bo'lsin aya. Hammalaringizga hayit muborak bo'lsin. Tamam şöyle. Kakras kerakli, eng kerakli narsani oldim mana. Hayit muborak bo'lsin. Menga ayoq sho'da. Meni ham ol. Menga bu kartochka olib beradi. menga sariq. Nima bu? Shuncha senior organizatorlar ichida hamma narsasi. Ko'pini olib qo'yish kerak. Ularga ham berishdimi? Yaxshi. Chayoq. Avtira qarang. Smeshga tushganing. Aytgan dushi so'rib yuraveradi. Va avtira qarang, nima bu? Yo'qmi seryozni narsa? Oilani birlashtirib turadigan o'yin ekan haqiqatdan. Kichkina tuyulishi mumkin, sovg'ani katta kichigi muhim emas. Asosiysi e'tibor. Hammalaringizga oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik bersin. Keyingi yilga nasib qilsin. Hammalaringizga hayit ayyom muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar.